Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 26-yanvar 2026-yil sizlar bilan mana O'ramas mahallalaringizda uchrashib turibmiz. Bu uchrashuvni tashkil qilishimizdan maqsad bizlar mana Milliy bank bizlar o'sha mahalla bankiriman, meni xabarlaringiz bor. Bizlar o'zimizning bankimizda mavjud bo'lgan kredit turlarini sizlarga tanishtirishdan iborat. Agar mana shu kreditlar to'g'risida qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, o'sha o'zlaringizga tug'ilgan savol bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Men sizlarga o'zimizni bankimizda mavjud bo'lgan turdagi kreditlarni sizlarga taklif etmoqchiman. Bizda mana xabarlaringiz bor, prezidentimiz farmoniga ko'ra 312-sonli qarorga asosan ajratilgan kredit turi bor. Bu hamma biladi, mana hammangiz tadbirkorsizlar. 100 milliondan 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha bo'lgan qismida o'sha garovlarsiz, vizali garovlarsiz, 100 milliondan oshgan 200 million qismiga agar biror bir tadbirkor 300 million olaman degan bo'lsa, o'shanga likvidlik garov ta'minoti talab etiladi biz tarafdan. Va bu kreditni ajratishdan ham maqsad o'sha nima deydi, muntazam pul aylanmasiga ega bo'lgan, kamida 1 yil bo'lgan tadbirkorni boshlaganiga, ya'ni ro'yxatdan o'tganligiga, o'shanaqa tadbirkorlarga biz misol mulkchilik shaklidan qat'iy nazar o'sha kredit ajratamiz. Ya'ni misol uchun qaysingizda mana sizlarda yakka tadbirkor bo'lishi mumkin, yo mas'uliyatchilangan jamiyat xususiy korxona bo'lishi mumkin. U yerda misol uchun pul aylanmasi sizlarda bor, misol 1 yil bo'lgan inkamida ochganingizga faoliyat yuritganingizga va muqobil pul aylanmasi mavjud bo'lgan tadbirkorlarga biz mana garovlarsiz o'sha hujjatlarni taqdim qilish kerak bo'lgan hujjatlarni biz talab qilib olib, o'sha sirasi kredit ajratamiz. Agar 100 milliondan oshgan qismi sizga 200 yo 300 million kerak bo'ladigan bo'lsa, unday holatda 100 milliondan qolgan farq qismiga biz likvidlik garov ta'minotini so'raymiz. Bundan tashqari mana hozirgi kunda o'sha yoshlarga ko'p e'tibor berilyapti. Mana ichilaringizda mana yoshlar bor. 30 yoshgacha to'lmagan taqdirda o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga cheklanmagan miqdorda 10 milliondan tortib aniqroq 5 milliard so'mgacha o'zini har birini talablari bor. O'sha ko'rinishda Markaziy bank belgilangan stavkasini +4% ustama yuqori tartibda, ya'ni 18% gacha bo'lgan miqdorda biz 5 milliard so'mgacha kredit ajrata olamiz. Agar misol uchun o'sha 5 milliard oladigan tadbirkor misol uchun kamida o'sha bitirganiga, institut tugatganiga 3 yil bo'lgan. 3 yilgacha bo'lgan muddatda biz o'shanaqa kredit ajrata olamizda, yana boyagidek tadbirkorligini oldindan boshlagan, unda muqobil pul aylanmasiga ega bo'lgan, ya'ni misol uchun 5 milliard oladigan tadbirkor o'shancha miqdordagi bo'ladigan holatda, ya'ni foiz chiqadi, unga baribir asos chiqadi, pul aylanmasi ega bo'lgan taqdirda biz o'sha ko'ramizda bularga kredit ajratamiz 5 milliardgacha. Qachonki uni ham tartiblari bor. O'sha yoshlardan misol uchun eng kamida 3 ta yo 5 ta o'sha kredit ajratilgandan keyin, ya'ni faoliyatni kengaytirmoqchi bo'lsa, ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lsa, o'shanda o'sha 3 ta yoki 5 ta yoshni ish bilan ta'minlash sharti bilan 300 milliongacha bo'lgan tartibi bor. Buni o'zini tegishli ko'rsatkichlari bor, tegishli talablari bor. Yoshlarga ajratilgan 60-son, 60-sonli qarorlar. O'shaning uchun shu tartibda kreditlarni ajratamiz. Agar bizda misol yana bankimizda har xil turdagi kredit produktlari bor. Biznesga birinchi qadamimiz bor, bu 10 milliongacha hozircha buni yana summasini ko'tarish holatlarini ko'rib chiqyapmiz. 10 million so'mgacha agar kimda kim o'zini bank qilsa, o'sha o'zini bank qilgan fuqaroga 10 million so'mgacha 18 oy muddatga 23%, yillik 23% stavkada kredit ajratamiz. Mana shu kredit turlari bo'yicha sizlarda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol menga berishlaringiz mumkin. Biz o'sha savollarga javob beramiz va o'sha talablarga javob beradigan bo'lgan taqdirlarimizda biz o'zimiz Milliy bank tomonidan tegishli kreditlarni sizlarga ajratamiz.